Navbatdagi suhbatdoshimiz demak Abram Karomatov va u kishi bilan bugun san'at sohasidagi yangiliklar haqida suhbatlashamiz. Ayni damda siz demak musiqa maktabida ham doira cholg'usi borasida chalish mahorat darslarini o'tib boryapsiz, to'g'rimi? Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan aziz muxlislar. Avvalambor sizlarga rahmat. Bizani ana e'tiborga olib, shuncha kamtarona san'atimizni e'tiborga olib, Istiqlol televideniyasiga taklif qilibsizlar, tushlikda dasturga. Sizlarga kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Bizni kuzatib turgan aziz teletomoshabinlar, hammalaringizga assalomu alaykum. Hamma ishlariga omad. Sizlarga ham omad ishlaringizga. Ayni damda musiqa maktabida faoliyatingiz haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. Men o'zim yoshligimdan shu san'atkorlar oilasiga dunyoga kelganman. Dadam san'atkorlar, qo'shiqchi, mohir, sozanda, asli o'zi doirachilar. Kelib chiqishlari doirachi. Amakim akkordeonchi, ustozoda biza. Allohga behisob shukr deyman. Ustozoda biza. Oilaviy san'atkor desam ham adashmayman. Shuning uchun ham siz shuni shu o'zi boshqa yo'nalishga o'zi foydasi yo'q edi-da, o'sha san'at sohasi edi yoshligimizdan, shu qo'shiq nuqul. Shu dadamlar ham ikkita qo'shiqchini eshitdilar, Sherali Jo'rayev, keyin Samarqandga o'zi asli dunyoga kelganlar u kishi, Abram Tolmasov degan qo'shiqchi eshitdilar, o'shanga havas qilib qo'yganlar. Ukam Sherali Jo'rayevga havas qilib qo'yganlar. Demak, Abram bilan Sheralilar. Ikkovlaringiz ham hozir san'at sohasidamisizlar? Shunaqa. Men doirachi bo'ldim, Allohga behisob shukr. Ukam esa Sheralijon skripka sohasidan ketdilar o'sha. Lekin aynan qo'shiqchilikni tanlamadingiz, nega? Cholg'uchilik bo'yicha ketyapsiz. Qo'shiqchi ko'p kishi nima uchun masalan yaqin og'aynilarim, akalarim, ukalarim nima uchun aka yo Abram qo'shiq aytmaysiz deganda, o'zim ozgina yerga qilib yurayman, lekin tigina yurak baribir shu doiraga qoldi-da, ozginagina. Demak, baribir qiziqishga qarab, ha. Balkim Xudo xolasa bir 4-5 yillardan keyin, 5-6 yillardan keyin qo'shiq ham chiqararmiz. Zamon rivojlanyapti. Albatta, ajablanmaymiz, sababi san'atkorlar oilasida dunyoga kelgan ekansiz. Demak, o'zingiz ham xohlaysizmi? O'zingizni davom ettiradigan, demak, shu farzandlaringiz bo'lsa, ular ham san'at sohasidan ketishni xohlarmidingiz? Endi albatta xohlaymiz, chunki o'zimiz ham shu san'atni ketidan yurib, ana Xudoga shukr 2009 dan beri to'yga chiqqan bo'lsam, o'zim 2001-yilman, 10 yoshimdan to'yga chiqqanman, 19 yoshim edi. Adashmasam, birinchi ustozim aytib o'tishim kerak, bu gaplar qolib ketmasin. Birinchi ustozim baribir dadam. Chunki meni sahnaga olib chiqib, o'zlaridan oldinga qo'yib meni o'g'lim ana bunday bo'ladi, bunday qilsang bunday bo'ladi, bu bilan bunday munosabat qilish kerak, yo bu bilan bunday munosabat qilish kerak deb o'tirib turishlarim, o'sha insonlar bilan qiladigan muomalarimgacha e'tibor berib o'rgatganlar. Ko'pincha mana san'atkorlarning farzandlari 3 yosh, 4 yoshligidan boshlab sahnada katta bo'ladi-da. Ular hatto chiqib mana qo'shiq aytishdan ham uyalishmaydi. Chunki oilaviy muhit shunaqa. Hamma narsani tushunishadi. Sizda ham shunday bo'lganmi? Endi Allohga behisob shukr deyman. Endi aytdim-ku, ustozoda san'atkorman deb. Shu yoshligimizdan shu qo'shiq, shu cholg'u asboblar, shu masalan doira, masalan davul, tabla degan instrumentlar bor. Hammasini ko'rib katta bo'lganman. O'sha uydagilarim aytishadi, shu yosh eding deylar, 3-4 yoshga eding deylar, bozor yuriding deylar. Lekin bemalol hozirgiday cholib bilading, davul doiralarni deyiladi. Demak, Xudo o'sha nima qilib yaratganda bizni qobiliyat bergan. Bechizga emas. Ozginagina. Mana hozir bitta doirani o'zidan nechta kuy yaratish mumkin? Kuy chalish mumkin. Doirani o'zidan nima desam, endi ko'p kuy yaratish mumkin. Masalan, o'zi doira cholg'u asbobi haqida men sizga ozginagina tushuncha bersam,
doira cholg'u asbobi o'zi oddiygina tuzilgan. Ko'p ham murakkab tuzilmagan. Shunday. Masalan, ana gitara cholg'u asbobi turibdi. Gitara cholg'u asbobini 3-4 ta qismi bor. Albatta. Odamni e'tiborini tortadigan. Buni bitta garnish, bitta shiqildoq, bitta teri qismi bor. Shunday. Teri qismi 5 ta tovushdan iborat. Katta bum, kichik bum, katta bak, kichik bak, noxundan iborat. Tamom, boshqa nimasi yo'q uni, boshqa. Lekin shuni o'zidan ham Shuni o'zidan ham joyi katta ijrolar ustozlarimizdan yaratib ketganlar, ustozlarimizni aytib o'tsak, endi ularni aytmay ilojimiz yo'q. Albatta. Endi birinchi ustozim dadam. Meni sahnaga olib chiqqan, shu xalqqa tanitgan. Ikkinchi o'ringa meni musiqa maktabga nota yozuvlarini, notani o'qishni, o'sha doira cholg'u asbobini o'qishni o'rgatgan inson Boyjon Begmurod ustozim bo'ladilar. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Keyin san'at kollejiga o'qigandim 3 yil. San'at kollejiga o'qib chiqqanman, Buxoro. Muxtor Ashrafiy nomidagi san'at kolleji hukumatning oldiga edi. U yerdagi ustozim juda ham mohir sozanda. Farhod Saidovni sobiq doirachilari Rustam Tag'ayqulov bo'ladilar. Asli Kogondan u kishi. O'sha kishi bo'ladilar. Ularga kattaga rahmat deyman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim bizani ham katta o'shana bir ustoz san'atkor darajaga yetaylik biz ham ilohim o'shalarda. Keling endi yaxshisi muxlislarimiz e'tiboriga mana shu bir donagina doiradan qanaqa bir chiroyli kuy yaratib berishni isbotlab bersak, nima deysiz? Hozir men ozginagina endi bizlar Buxoro farzandi, Buxorocha. Biz o'sha hammaga bir nima yuziga kulgu uyg'otadigan Buxorocha bir narsa chalib beraman. Baho berasizlar. Albatta. Albatta xush kayfiyat ulashgan holatda demak muxlislarimizga mana shu kuyni taqdim etamiz. Nima deb nomlanadi bu kuy? Bu kuy ufor deyiladi. Ufor kuy. Uforlarning ham turlari bor. Uforlarni bu oddiy ufor bu. O'zimizda jaydar ufor. Ufori chillaki deydi. Ufori chillaki haqiqiy Buxoromizni o'sha doirachiligini ko'rsatib turadigan kuy. Jonibek, demak tayyorsiz, ha? Bizda tushlikda dasturi demak davom etmoqda azizlar va mehmonlarimiz xushovoz xonandalar. Biz esa Jonibekdan reklamadan oldin qo'shiq eshitamiz deb aytib o'tgan edik. U kishi tayyor. Hozir bo'lmasam ota degan qo'shiqni eshitamiz, ha? Marhamat. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar. Nafasidan uf uradi rayhonlar.
qilsa qilaversin yomonlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yuladi yurakdagi armonlar. Nafasidan uf uradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Birodarim, davring kelsa surib qo'y. G'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Davlat pulda emasligin ko'rib qo'y. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yetib borar qaychoqini ko'zlasa, hikmat yog'ar so'zlaridan so'zlasa. Dushmanlarim tiranoqdan kerizlasa, men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb ko'ksin kelib yursin-da, mehnatlarin rohatini ko'rsin-da. Onam bilan birga davron sursin-da. Men otamdan boyman chunki otam bor. Birodarim, davring kelsa surib qo'y. G'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Davlat pulda emasligin ko'rib qo'y. Men otamdan boyman chunki otam bor. Birodarim, davring kelsa surib qo'y. G'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Davlat pulda emasligin ko'rib qo'y. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yasha. Mana ota-onalar haqida gap ketar ekan, ularni demak bizni hammadan ko'p yaxshi ko'radigan, hech bir narsaning evazisiz yaxshi ko'radigan insonlar bu bizning otamiz, onamiz. Ayni shu damda jonli efirlarda siz ham ota-onangizga aytadigan biror bir so'zlaringiz bormi? Shu fursatdan foydalanib onajonimga, yaqinlarimga salomlarim yo'llayman. Xususan shu maktabimiz direktoriga salomlarim yo'llayman. Shirinov Oybekka va onajonimga, otajonimga, bobo buvalarimga salomlarim yo'llayman. Hamisha baxtingizga sog' bo'lishsin, hali sizni qo'llab-quvvatlab, demak katta san'atkor bo'lguningizgacha ular hali ko'p mehnat qilishadi, shuning uchun ham ularning qadrlariga yeting. Albatta biz bolalarning o'sib unishimizga, orzularimizga yetishimiz uchun tinimsiz ota-onalarimiz harakat qilishadi, so'ng bizdan albatta